Alaykum hurmatli aziz, meni eshitib va ko'rib turgan insonlar. Hozir men sizlarga O'zbekistonimiz uchun, uni har bitta xalqini, har bitta insonini baxtli va farovon yashashi uchun kirib kelgan bir ajoyib mahsulot bilan tanishtirmoqchiman. Tarixdan ma'lumki, Yapon xalqi Hirosima va Nagasaki portlashidan keyin juda katta talafot ko'rgan. 7 yoshgacha, 17 yoshgacha ham insonlar yashamagan. Chunki oq qon kasalligi bilan xastalangan. Ana shunday talofatdan omadli muvaffaqiyat bilan chiqib ketib, bugungi kunda yer kurrasida eng uzoq umr ko'ruvchi va eng sog'lom insonlar bu yaponlardir. Eng o'rtacha umr yoshi hozir Yaponiyada 100-130 yosh hisoblanadi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan Shavkat Miromonovich ta'kidlab o'tganlaridek, o'rganing, chet el tajribasini o'rganing. Tibbiyot, san'at, sport, ijtimoiy barcha jabhalarni o'rganganimizda, ayniqsa tibbiyot sohasida eng uzoq umr ko'ruvchilar bu yaponlarligi tasdiqlandi. Ular tibbiyotini biz mukammal o'rganib chiqdik. Ma'lum bo'ldiki, ularning tibbiyoti sog'lomlashtirishga qaratilgan. Ular barcha xatti-harakatlari insonning xasta bo'lmasligi uchun qaratilgan ekan. Ming afsuslar bo'lsinki, bizda tibbiyot davolovchi tibbiyot. 98% insonlar shifokorlarga aynan yiqilganlarida, xasta bo'lganlarida va qaytarib bo'lmaydigan holatlarga kelib qolganlarida murojaat qilishadi. Men sizlarga bugun aynan mana shunday xastaliklardan hozirgi kunda juda ham katta va ko'p natijalar olib kelayotgan mahsulotimiz mo'jizaviy quti haqida ma'lumot bermoqchiman. Aynan bu quti bugungi kunda shunaqangi insonlarni qiynab keladigan, har 2 tadan bitta insonda uchraydigan qandli diabet, har 13 tadan bittasida uchraydigan yurak qon tomir yetishmovchiligi, teri xastaliklari, allergik xastaliklar, asab tizimi xastaliklari, onkologik xastaliklar haqida va ularni tuzaladiganligi haqida xabar bermoqchiman. Mana men 1,5 yildirki, mana shu loyihada faoliyat yuritib kelyapman. O'zimning hayotim davrida 7 ta tabobatdan olgan ilmlarim aynan mana shu loyihada ishlashga menga ko'mak beryapti. Qanchadan qancha insonlarning duosini olyapman. Qanchadan qancha insonlar to'shakdan mixlanib to'shakka yotgan joydan turib yana oilasiga, yana jamiyatga qaytyapti. Har bitta inson, biz bilamizki, Alloh oldidagi bizning burchimiz bu insonlarga yaxshilik qilishdir. Narigi dunyoga savob yig'ishdir. Men aynan mana shu loyihada ham savob yig'yapman, ham yaxshilik qilyapman. Bu mo'jizaviy qutichamizni ko'rinishi quyidagidan iborat. Ana men hozir sizlarga mana shu mo'jizaviy qutichamizni ko'rsatmoqchiman. Mana Magic Pick deyiladi. Magiya davlaliya, ya'ni uzoq umr ko'rish qutichasi. Aynan bu qutichamizda 2 xil mahsulotimiz bor. Birinchi mahsulotimiz bu faol marjon kalsiy deyiladi. Buning tarkibida bitta tabletkada 60 ta mineral saqlanadi. Bilamizki, birorta laboratoriya 60 ta mineralni sutkalik dozada o'lchab bizga tabletka qilib bera olmaydi. Lekin Allohning laboratoriyasi buni yaratib qo'yibdi. Hattoki Qur'onda ham 22-oyatda yozilganki, bandalarim, men sizlarni dardlardan xalos bo'lish uchun sizga marjon bilan koralni yaratdim deb qo'ygan. Mana shu aynan korallardan olinadigan mahsulot ming dardga davo mahsulotdir. Aynan shu mahsulot tufayli Yapon xalqi bugun uzoq umr ko'ryapti va sog'lom hayot kechiryapti. O'zbeklarga ham baxt qushi qo'ndi. Aynan mana shu mahsulot bozorga chiqdi. Shifokor sifatida 7 ta tabobatni ilmini egallagan inson sifatida men mana shu mahsulotni tavsiya qilaman. Bilasizmi azizlarim, inson tanasidagi har bitta xastalikni kelib chiqish negizi bo'ladi. Aynan bu negizning sababi hujayradagi ichki organizmning ochligi hisoblanadi. Temir yetishmaganda anemiya, ya'ni kamqonlik xastalik kelib chiqadi. Suyaklarimizda kalsiy moddasi yetishmaganda osteoporoz, osteoartroz, yemirlishlar kelib chiqadi.
Asab tizimimizga magniy yetishmaganda asab tolallarimiz toliqadi, jizzaki bo'lib qolamiz. Bu asab tolallarimiz toliqqani tufayli stress oqibatida har qanday boshqa xastaliklar ham kelib chiqadi. Marganец yetishmaganda bepushtlik, yod yetishmaganda esa bo'qoq xastaliklari. Xullas qisqa qilib aytganda, qansidir element, mikro makro elementlar organizmga yetishmaganda u yoki bu kasalliklar, xastaliklar kelib chiqadi. Biz bilgan 200 yilga yetgan g'arb taboqati u doim kasallikni belgilariga qaratilgan. Kasallikni belgilarini yo'qotishga qaratilgan. Afsuski ildizini emas. Og'riq turgan bo'lsa, og'riq qoldiruvchi iste'mol qilamiz. Isitma chiqib turgan bo'lsa, isitmani tushiruvchi. Qon bosimi oshib turgan bo'lsa, qon bosimini tushiruvchi. Lekin ildizga bolta urdikmi? Kasallikni ildizni bartaraf qildikmi? Yo'q albatta. 2 marta Nobel mukofoti laureati bo'lgan Linus Pauling degan inson shunday deydi. Hali shunday vaqtlar keladiki, shifokorlar artrit, gemoroy yoki yara kasalligini emas, bular aslida mevasi, uning ildizini davolashadi. Bu esa minerallar, magniy, kalsiy, kaliy, yod va boshqa minerallarning tanqisligini davolashadi dedi. Azizlarim, mana shu payt yetib keldi. Aynan bugun bizga mana shunday bitta tabletkalar, 60 ta mineral saqlovchi mahsulot Alloh tarafdan bizga yetkazib berildi. Biz insonlar faqat sababchimiz. Hattoki Qur'onda ham yozilgan, dardni ham beradigan Alloh. Dardingni berdim, unga shifosini ham berib qo'yman. Faqat kimlarnidir sababchi qilaman deb. Balki hozir meni eshitib turgan inson uchun men sababchi bo'larman. Azizlarim, mana shunday Alloh yaratgan ne'matni iste'mol qilib, agar dardingiz bo'lsa, dardingizdan xalos bo'ling. Agar dardingiz bo'lmasa, unga duchor bo'lmang, oldini oling deb qolaman. Ikkinchi mahsulotimiz Coenzym QH. Bu ham dengiz mahsuloti, dengizdagi sardina balig'idan olinadi. Biz sardina balig'i iste'mol qilamiz, chunki sardina balig'i bu okean dengiz balig'lari hisoblanadi. Aynan mana shu baliqdan olingan mahsulot bizni qon tomirlarimizni to'g'nab qolgan yog'lardan tozalar ekan. Qon aylanishini tiklar ekan, qonni suyultirar ekan, qon orqali hujayralarga oziq-ovqat moddalarini, kislorodni tashib berar ekan. Biz o'zbeklar juda ham yaxshi ko'ramiz hayvon yog'larini iste'mol qilishni. Aytingchi, kim shashlik yemaydi? Dumbalar qo'shib. Kim oshlar qilmaydi? Mantilar qilmaydi. Kim charvlar qo'shib somsalar yemaydi. Qazi-qartlarni juda ham xush ko'rib norinlar bilan yeb olamiz. Bu to'g'nab qoladigan yog'lar esa bizni qon tomirlarimizni bekitib, har bitta hujayraga keladigan qon tomir bekilgani tufayli oziqadan, kisloroddan mahrum bo'lib, hujayralarning o'lishiga, to'qimani ishdan chiqishiga va buning oqibatida o'sha organni va sistemani buzilishiga va xastalikka olib keladi. Aynan mana shunday mahsulot bizni bozorga kirib keldi. Coenzym QH baliqdan olingan. Mana shuni 100 mg ni oziq-ovqatdan olish uchun sizlar bilan biz 2,5 kilo sardina balig'i yoki 3 kilo laqim go'sht yeyishimiz kerak ekan. Tabiiyki, buning iloji yo'q, lekin men sizlarni quvontirishim mumkin. Bizning bitta kapsulamizda 300 mg coenzym QH saqlanadi. Bu 9 kilo go'shtning kuchini beradi. Aynan mana shu mahsulotni iste'mol qilgan inson quvvatga kiradi, darmonga kiradi, ATF energiya bilan ta'minlanadi. Qarang, mashina qanday benzinga muhtoj bo'lsa yurishi uchun, inson ham mana shu coenzym QH ga muhtojdir. Afsuski biz buni oziq-ovqat mahsulotlaridan to'yindira olmaymiz. Shuning uchun 20 yoshdan keyin buni tashqaridan kiritishga majburmiz. 20 yoshdan keyin 40 yoshgacha uni bo'lgan bizdagi zapaslari, zaxiralari kamayib borar ekan. 40 yoshdan esa so'ngra bizda xastaliklar paydo bo'ladi. Biz qarishni boshlaymiz. Aynan mana shu mahsulotni ko'proq artistlar bilan sportchi insonlar ko'proq iste'mol qilar ekan. Sababiki energiya manbai bo'lgani uchun tez chiniqtiradi, tez charchoqdan tiklab olar ekan. Terimizning holatini yaxshilaydi. Quyosh nurlarimizdan himoya qiladi. Jigarimizda yog'larni eritar ekan, qon tomirlarimizni tozalar ekan, uyqumizni yaxshilar ekan.
va yana bitta xursandchilik tarafi viruslardan, gepatit C, gepatit D, to'rchi infeksiyalardan hamda onkologik hujayralardan bizni himoya qiladi. Turnepis degan karamda bu koenzim Qga laktobakteriyalar qo'shilgan. Aynan mana shu laktobakteriyalar ichak mikrofloramizni yaxshilab, koenzim Q-ni ichagida so'rilishni bir necha barobarga oshirib beradi. Bilamizki, laktobakteriyalar immun hujayralarni tug'dirishda, voyaga yetkazishda, uni yaxshi ishlashda qatnashadi. Shuning uchun ham mana shu immunitetni ko'tarish orqali rakka qarshi o't ochar ekan. Azizlarim, kelinglar, mana shu ikkita mahsulotni iste'mol qilib, koenzim bilan qon tomirlarimizni tozalasak, marjonlar bilan 60 ta mineral bilan hujayralarimizni to'yintiramiz. Mana shunda bizga hech qanday xastalik hayotimizni zavol qilishga, umrimizni muddatidan oldin ketishiga yoki hayotimizni sifatini pasaytirishga qarshilik qila olmaydi. Biz hammamiz baxtli hayot kechirishga mahkummiz va shart. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sizlar bilan tibbiyot fanlari nomzodi, Toshkent pediatriya meditsina instituti dotsenti, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligida Respublika bolalar bosh hematologi Jo'rayeva Zuhra Yoriyevna bo'ldi.